Indikatorga chiqaraysizmi? Indikatorlarni rostga bo'lsam yaxshi ko'raman, chunki ular tayyor yordamchilarda. Moshin olasiz, navigator qo'yasiz oldingizga yoki radar, antiradar qo'yib olasiz, oynachalar qo'yasiz, o'zingizga komfort qilasiz-ku, u kerakli yordamchi instrument. Ustaga ham lazer oladi, shpatel oladi, shpatelning zo'rini oladi. U har bir treyderning ish quroli bo'lishi kerak-da. O'quvchiga ham sirkullik kerak bo'ladi, o'chirg'ich, qalam, bu narsa kerak, uni ishlatish kerak. Undan foydalana bilish kerak, o'rganish kerak. Agar bilmaydigan bo'lsa, biladiganlar undan foydasi bor. Indikator xato ishlaydi yoki kech ishlaydi emas. U momentalniy, shu qaysi narx ko'rsatilyapti, o'shanga qarab bor narsani ko'rsatadi. Kelajakni endi ko'rsatadi degan narsa yo'q. Qanday keldi, qanday yuradi, shuni taxminiy ko'rsatib beradi. Tanishlarim orasida indikatorni yomon ko'radigan treyderlarim bor. Ularga nima degan bo'lar deysiz? 1 oy, 2 oy kamida любой bir instrumentni, o'sha indikatorlar, ostsillatorlarni ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Prosta naglas demoda shu indikatorga qarab kirish chiqish. Nima bo'ldi? Nima xato qildi? Nima unaqa bo'ldi? Test qilish kerak. Shundaylarga siz o'zingiz bironta indikatorlar ko'p-ku, birontasini nomini ayting, eng yaxshi ko'rgan indikatoringiz. Butun treyderlar taniydigan indikatorlar MA, moving average. U скользящий средний deydi. Trend. Birinchidan trendni belgilab beradi. Ikkinchidan counter trend yoki razvorotni paternlarni ko'rsatishi bilan birga razvorot qildimi, o'shani ko'rsatib beradi. Uning nastroykalarini qo'ysangiz agar, aniq qancha nastroykani ko'proq sham bilan belgilab olsangiz agar, aniqroq chiqadi. Katta time framelarda juda aniq ishlaydiganlar bor. Zo'r treyderlar RSI bilan ishlaydi. Moving average, MACD zo'r ishlaydi. Katta treyderlar hammasi taniydigan, biladigan instrumentlar.